Aziz erkaklar, ayollaringizni asraylar. U nima xohlasa o'shani olib beringlar. Uni boshingizda olib yuring. Pul so'rasa cho'zmasdan, nozlanmasdan deyinglar. Ey! Qisdi. Ovozni xabar jo'nata olmayman. Jo'ra kechga ko'rishamiz. O'sha kuruk. Davay. Ha, xotin. Ko'zlaring odam tishor edyapti. Siz yuzingizdan ham nur yog'ilyapti, dadasi. Ha, nima qarayapsan? Urushga tayyorgarlik ko'ryapman. O'zi bor-ku, sen bir xonador bo'lding, bir odamga o'xshab yasholmay qolding. Bolamiz xohlayapti, dadasi. Men aloqam yo'q. Qattiq urmayman. Onamnikiga ketaman. Keling, dadasi. Bitta. Yo'q. Iltimos, bolamiz uchun. Menga qara, yana uraman deb ko'zimga oyog'ingni tiqib olmagin. Dadasi, bu yoqqa o'ting. Qulayda. Faqat sekin. Dadasi, tirikmisiz? Uzoqyotdingmi? Ha, biroz. Qancha? 18 soat. Orada o'lib qoldimikin deb o'yladim. Rahmat. Yaxshi ham borsan, xotin. Dadasi. Ha. Dadasi. Ha. Yana bir marta, iltimos. Mana, ish ketishim kerakmi? Iltimos, hech bo'lmasa bitta tishli bolamiz uchun. Shu sani yoki bolamizni muchalik kuchukda bor-ku. Iltimos. Pistaklik. Xotin, men ish ketdim. Davay. Shu xotima ketdim dedim. Shu bolamiz tug'ilguncha birinchi guruh nogironi bo'lib qolmasam bo'ldiydi. Bo'pti, ba, qo'limdan tishla. Rostdanmi? Mayli. Onangning bir kuchukda tishladi-ya. Qo'limdan tishlasam oyog'imdan tishlab oldi. Hali bola tug'ilsin, rajjot qilaman. Fireball.